Tushda boy o'g'li ko'rishining ta'birlari. Tushda boy o'g'li ko'rish mustahkam binoning yiqilishiga ishoradir. Suvsiz joyda qolgan kishining tushiga boy o'g'li kirsa, suvga yetadi. Biror kishi tushida boy o'g'liga duch kelsa yoki uning yonida ekanini ko'rsa, uzoq shahardan xabar kelishiga ishora bo'ladi. Tushida boy o'g'lini so'yganini yoki unga azob berganini ko'rgan kishi jangda ustun keladi. Tushida boy o'g'lini qanotiga tekkanini ko'rgan kishiga mol-mulk, yaxshilik nasib etadi. Tushdagi boy o'g'li nobakor va haromxo'r kishi bo'ladi. Kimki tushida boy o'g'lini olayotganini ko'rsa, shu sifatga ega bo'lgan kishi bilan dushmanlashishiga dalil bo'ladi. Tushda boy o'g'li ko'rmoq barcha holatda ham muborak emas. Kirmoniy aytadiki, tushda boy o'g'lini ovozini eshitayotganini ko'rsa, shu ovoz miqdoriga muvofiq o'sha yerdan yig'izora, oh-voh yuz berishiga dalildir. Agar boy o'g'lining bolasini ko'rsa, farzandi shum va quloqsiz bo'lishiga ishora qiladi. Kimki tushida boy o'g'li go'shtini yeyayotgan bo'lsa, yeganiga muvofiq o'g'ri va nobakor kishining molidan yeyishini bildiradi. Jobir Mag'ribiy aytadiki, agar boy o'g'liga ega ekanini ko'rsa yoki kimdir unga bersa, bir o'g'ri odamga g'azabini sochishiga dalildir. Boy o'g'li go'shtini yeyayotgan bo'lsa, yegan go'shti miqdorcha o'g'ri odamning molidan yeyishiga dalildir. Agar boy o'g'li bolasiga ega ekanini ko'rsa, o'g'rining kichkina bolasi yoki o'g'rining shogirdiga ega bo'lishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.